Assalomu alaykum hammaga. 18-testning yechimini ko'rib chiqamiz. Birinchi savol. 3 ta qo'shiluvchining o'rta arifmetiki 14 ga teng bo'ladigan bo'lsa, o'sha 3 ta qo'shiluvchining yig'indisini so'rayapti. O'rta arifmetik 3 ta sonning yig'indisini 3 ga bo'lgandagi qiymatga aytiladi. Demak, 3 ta sonni qo'shib 3 ga bo'lgan paytda 14 chiqyaptimi? Demak, o'sha 3 ta sonning yig'indisi 14 ni 3 ga ko'paytirsak 42 bo'ladi. To'g'ri javob D. Ikkinchi savol. Perimetr 12 ga teng bo'lgan, tomonlari turli xil bo'lgan nechta uchburchak hosil qilsa bo'ladi deyapti. Faqatgina bitta holat bor, ya'ni tomonlari 3, 4, 5 ga teng bo'lgan to'g'ri burchakli uchburchak hosil qilsa bo'ladi. Perimetr 12 ga teng va tomonlari har xil. Agar tomonlarning hammasini 4 4 dan deydigan bo'lsak, u muntazam uchburchak bo'lib qoladi. Bizning masalamizga aloqasi yo'q. Demak, to'g'ri javob B, ya'ni bitta imkoniyati bor. Uchinchi savol. Ushbu qonuniyat asosida biz mana bu tenglikni yechishimiz kerak. Xo'p, 4 va 9 orasida quyidagi bog'lanish bor. Birinchi qo'shiluvchi, ya'ni 4 ni o'zi yoziladi, keyin esa 9 gacha bo'lgan sonlarning har biriga 4 ni qo'shib chiqamiz. 4 qo'shilgan 1, 4 qo'shilgan 2, 4 qo'shilgan 3, 4 qo'shilgan 4 va hokazo 4 qo'shilgan 9 gacha. Xo'p, endi buni hisoblash uchun birinchi yig'indini o'zi, ya'ni 4 ni o'zi, keyin 4 + 1 5, har bir qavsning natijasini yozib chiqamiz. 5, 6, 7 va hokazo 13 gacha bo'ladi. Demak, 4 dan 13 gacha bo'lgan sonlarning yig'indisini hisoblashimiz kerak. Birinchisiga oxirgisini qo'shamiz. 4 ga 13 ni 2 ga bo'lib, nechta son yig'indida qatnashayotgan bo'lsa, o'shani ko'paytiramiz. 4 dan 13 gacha bilamizki 10 ta son bor. Demak, 4 + 13 taqsim 2 ko'paytirilgan 10. Hisoblaydigan bo'lsak 85 ga teng bo'ladi. To'g'ri javob C. To'rtinchi savol. Usta bir kunda 32 ta detal tayyorlaydi, bunisi esa 24 ta. Ikkalasi birgalikda 1456 ta yasadi. Birinchi ustaning nechta detal yasaganini topishimiz kerak. Dastlab ular necha kun birgalikda ishlaganini topamiz. Buning uchun ikkalasini qo'shadigan bo'lsak 56, ya'ni bir kunda 56 ta yasaydi. Demak, 1456 tani 56 ga bo'ladigan bo'lsak 26 kun. Demak, ular 26 kun ishlagan. Birinchi ustani qancha yasaganini topishimiz uchun 26 ni birinchi ustaning ishga unumdorligiga ko'paytiramiz. Ya'ni 32 ga. 26 ni 32 ga ko'paytirsak 832 bo'ladi. To'g'ri javob B. Beshinchi savol. 0, 5, 8, 7, 6, 4 raqamlardan foydalanib 6 xonali son tuzishimiz kerak va iloji boricha 500 mingga yaqin bo'lishi kerak. Ya'ni 500 ming bilan farqi iloji boricha kichkinaroq bo'lishi kerak. Bu sonimiz esa 504.678. Bu 500 mingga qolgan variantlarga nisbatan eng yaqini bo'ladi. To'g'ri javob A. 6-chi savol. Fevral oyida shunday sana bo'lishi kerakki, o'sha fevral oyida shanbalar soni qolgan hafta kunlariga nisbatan ko'proq bo'lishi kerak. Ya'ni shanba 5 ta, qolgan hafta kunlari esa 4 ta bo'lishi kerak. Buning uchun faqatgina bitta holat bor, ya'ni o'sha fevral oyining birinchi kuni shanba kuniga to'g'ri kelishi kerak. Ya'ni shanba 1-fevral, 8-chi, 15-chi, 22-chi va 29-fevral kunlariga to'g'ri kelsagina shanba kunlar soni qolgan hafta kunlar soniga ko'p bo'ladi. Aks holda shanba kunini 2-chi yoki 3-fevralga to'g'ri keladigan bo'lsa, 2 ta 3 ta kun soni bir xil bo'lib qoladi. Bizda shanba kuni ko'proq bo'lsin deyapti. Demak, hafta kunlarining 1-chi, 8-chi, 15-chi, 22-chi va 29-chi sanalari shanbaga to'g'ri kelishi kerak. Aytayaptiki, shu oyning oxirgi kuni qaysi kunga to'g'ri keladi? Ya'ni oxirgi kuni bu 29-fevral. Oxirgi kuni ham shanbaga to'g'ri kelyapti. To'g'ri javob D. 7-chi savol. Yakshanba kundan payshanba kungacha bo'lgan sanalar yig'indisi 40 ga teng deyapti. Demak, yakshanba kuni x bo'lgan bo'lsa, sana keyingi kun 1 qo'shiladi, keyingi kun 2 qo'shiladi, keyingi kun 3 va hokazo 4-kun, ya'ni payshanbagacha 4 kun bor. 4-kun x + 4 bo'ladi sana. Ushbu tenglamani yechadigan bo'lsak, x teng 6 bo'ladi. Ya'ni oyning 6-kuni yakshanba kuniga to'g'ri kelgan. Savolda aytilishicha bizga shu oyning 3-payshanbasini topishimiz kerak. 6-kun yakshanba bo'ladigan bo'lsa, bir kun orqaga qaytamiz, shanba 5 ga to'g'ri keladi. Yana bir kun orqaga qaytadigan bo'lsak, juma 4 ga to'g'ri keladi. Yana bir kun orqaga qaytadigan bo'lsak, payshanba 3-sanaga to'g'ri keladi. Demak, oyning 10-chi, 10-chi, 17-chi va hokazo sanalari payshanba kunga to'g'ri keladi. Bizga 3-payshanba qaysi sanaga to'g'ri keladi deyapti. Demak, 3-payshanba 17-chisloga to'g'ri keladi. To'g'ri javob A. 8-chi savol. Qo'ziqorinning dushanbadan payshanbagacha o'sishi ko'rsatilgan 4 ta holatda qaysi biri seshanba kunga to'g'ri keladi? Ya'ni ikkinchi holat deyapti. Ikkinchi holatda D variantidagi qo'ziqorinning ko'rinishi misol bo'ladi. Ya'ni to'g'ri keladi. 9-chi savol. 2 g'ildirakli va 3 g'ildirakli velosipedlar jami soni 5 ta, ularning g'ildiraklar soni esa 12 ta. Nechta 2 g'ildirakli velosiped bor deyapti. Demak, 2 g'ildirakli velosipedlarni x dona deydigan bo'lsak, 3 g'ildiraklilari 5 ayrilgan x bo'ladi. X ta 2 g'ildirakli 2 ko'paytirilgan x bo'ladi. 5 ayrilgan x ta 3 g'ildirakli 3 ko'paytirilgan 5 ayrilgan x bo'ladi. Ushbu tenglamani yechib x ni topadigan bo'lsa, x teng 3 ga teng bo'ladi. Demak, masalan, boshida 2 g'ildiraklilar sonini x deb belgilab olgandik. Demak, 2 g'ildiraklilar soni 3 ta. To'g'ri javob B. 10-chi savol. Maktabda har bir dars 45 daqiqa davom etadi va birinchi darsdan keyin 5 daqiqa tanaffus, ikkinchi darsdan keyin ham 5 daqiqa tanaffus, uchinchi darsdan keyin 15 daqiqa katta tanaffus beriladi. Birinchi dars boshlangandan 4-chi dars tugaguncha qancha vaqt o'tadi deyapti. Yozib chiqamiz. Birinchi dars 45 daqiqa, keyin esa 5 daqiqa tanaffus. Yana ikkinchi dars 45 daqiqa, 5 daqiqa tanaffus. Keyingi 3-chi dars 45 daqiqa dars bo'ladi, 15 daqiqa katta tanaffus.
Yana 45 daqiqa dars, 4-dars. Vaqtlarni hammasini qo'shadigan bo'lsak, 205 daqiqaga teng bo'ladi. Bu esa 3 soat 25 daqiqa bo'ladi. To'g'ri javob B. 11-savol javobi quyidagicha. 800 mm uzunlikdagi simni to'rt buklab kvadrat shakliga keltirilgan kvadratning tomonini topishimiz kerak. Dastlab 800 mm ni 80 cm ga aylantira olamiz, ya'ni 10 ga bo'lamiz. Demak, uzunligi 80 cm bo'lgan sim atrofi kvadrat shakliga keltirildimi? Demak, o'sha kvadratning perimetri 80 cm ga teng bo'lishi kerak. Demak, perimetr 80 cm. Bilamizki, kvadratning perimetri 4 ko'paytirilgan a formula bilan topiladi. Bu yerdan a ni topadigan bo'lsak, a teng 20 cm. Demak, kvadratning tomoni 20 cm ga teng. To'g'ri javob B. 12-savol. Saida, Ra'no, Mubinaning koinlari yig'indisi 100. Saida va Ra'noning koinlari yig'indisi 64. Ra'no va Mubinaning koinlari yig'indisi 60 ga teng bo'ladigan bo'lsa, har bir qizning koinlarini alohida topishimiz kerak. E'tibor beradigan bo'lsak, Saida va Ra'noniki 64 bo'lsa, mana shu Saida qo'shilgan Ra'non o'rniga 64 qo'yadigan bo'lsak, Mubinani topishimiz uchun 100 dan 64 ni ayiramiz, 36. Demak, Mubinaning koinlari 36 ekan. Endi Mubinaning koinlari 36 bo'lsa, Ra'noni topish uchun 70 dan 36 ni ayirsak 34 bo'ladi. Demak, Ra'noning koinlari 34, o'z-o'zidan Saidaniki esa 30 ga teng bo'lib qoladi. To'g'ri javob A. 13-savol. 64 kilogramm. Demaydi u. 13-savol. Sotuvchi bozorda 64 ta tarvuz olib keldi. Bir nechtasini sotgandan keyin 4 dan 1 qismi qoldi deyapti. Demak, 64 ni oldin 4 dan 1 qismini topamiz, ya'ni 4 ga bo'lib 1 ga ko'paytiramiz, 16. Demak, 16 ta tarvuz qoldi. Nechta sotilgan desa, 64 dan 16 ni ayiramiz, 48 ta tarvuz sotilgan. To'g'ri javob A. 14-savol. Laylo quyidagi shaklni chizgan, uning tepadan ko'rinishi qanday ko'rinishda bo'ladi deyapti. Demak, tepadan ko'rinishi mana bu ko'rinishda bo'ladi. To'g'ri javob A. 15-savol. Bir kunda 140 kilogramm qo'y go'shti va 160 kilogramm mol go'shti sotilayotgan bo'lsa, 5 kunda jami necha kilogramm go'sht sotiladi deyapti. Demak, 5 kunni ko'paytiramiz qo'y go'shti plus mol go'shtiga, ya'ni 140 ga 160 ni qo'shib 5 ga ko'paytirishimiz kerak. 1500 kilogramm bo'ladi. Buni esa tonnaga aylantiradigan bo'lsak, 1 tonnaga 500 kilogramm, ya'ni C javobda turibdi. 16-savol. 8 ta gugurt 700 so'm turadigan bo'lsa, 20 ta gugurt necha pul turadi deyapti. Buni ham proporsiya qiladigan bo'lsak, 8 ni x ga, 700 ni 20 ga ko'paytiramiz. Mana bu yerda yozilgan. Endi bu yerda x topish uchun 700 ni 20 ga ko'paytirib 8 ga bo'lishimiz kerak. 1750 chiqadi. To'g'ri javob B. 17-savol. 4 qop 80 ta paketga solingan bo'lsa, 1 qopi necha kilogramm deyapti. Demak, 1 qopni topish uchun 80 ni 4 ga bo'lamiz, 20. To'g'ri javob C. 18-savol. 3 ta mushuk 3 daqiqada 3 ta sichqon yeydigan bo'lsa, 6 ta mushuk 6 daqiqada nechta sichqon yeydi deyapti. Uni mana bu ko'rinishda yozib olamiz. Ya'ni 3 ta mushuk 3 minutda 3 ta sichqon yeydigan bo'lsa, 6 ta mushuk 6 minutda x ta sichqon yeydi deymiz. Buni hisoblash uchun tepadagi ikkita sonni ko'paytirib pastga ko'paytiramiz. Pastdagi ikkitasini ko'paytirib tepaga chiqamiz. Ya'ni 3 ko'paytirilgan 3 9 ko'paytirilgan x. Mana yozildi. 6 ko'paytirilgan 6 36, 3 ga ko'paytirsa 108. X topish uchun 108 9 ga bo'lamiz, 12 bo'ladi. Demak, 12 ta sichqon yeydi. To'g'ri javob B. 19-savol. Bizda ikkita tenglama berilgan, x dan y ning ayirmasini topishimiz kerak. Dastlab bu yerda y topishimiz uchun 248 dan 127 ni ayiramiz, 121 bo'ladi. Endi bu yerda x topishimiz uchun esa 376 dan 154 ni ayiramiz, 222 bo'ladi. Endi 222 dan 121 ni ayiradigan bo'lsak, 101 bo'ladi natija. To'g'ri javob A. 20-savol. Ushbu vaqtlar ketma-ketligi berilgan 12:21, 13:31, 14:41 va hokazo davom etadi. Ushbu vaqtlar orasida qanday farq bor deyapti. Ya'ni 13:31 dan 12:21 ni ayirishimiz kerak. Ayiradigan bo'lsak, natija 1 soat 10 minutga teng bo'ladi. To'g'ri javob D.